Assalomu alaykum hammaga. Bugun 30-elementimiz ruh bilan tanishamiz. Ruh atom raqami 30 bo'lgan kimyoviy elementdir. Ruhning kimyoviy belgisi Zn, lotincha nomi zinkum. 1746-yili Olmon olimi Andres Sigismund Margraf tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 30, atom massasi 65, normal sharoitda qattiq, rangi ko'kkish kulrang rangda, klassifikatsiyasi metall, elektron manfiyligi 1,6, qaynash temperaturasi 1180 Kelvin yoki 907 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 692,68 Kelvin yoki 419,53 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 7,14 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Ruhning kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, ruhning kimyoviy belgisi Zn, atom tartib raqami 30, nisbiy elektromanfiyligi 1,6, atom massasi 65, elektron konfiguratsiyasi 3d10 4s2 ni tashkil etadi. Endi tasviriga o'tadigan bo'lsak, tasvirida massasi 0,8 gram bo'lgan ruh bo'laklarini ko'rishimiz mumkin. Atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida 30 ta elektron bor atomda. 30 ta elektron to'xtovsiz harakatlanadi va atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 30 ta protoni bor va 35 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugun ruh haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.